Mana demak niqobni bizlar demak qo'ydik. Endi niqobni oldik. Mana ko'ryapsizlarmi? O'sha ranglari, eski to'qimalar ketgandan keyin ranglari qancha ochildi. Bu bir martaga. Agar mana shu protsedurani iroda har kuni qilsa, например, endi o'zini vaqt soati bilanda ertalab yuzini tozalab, tonik qilib, krem surtib, kechqurun niqob qilib-da, to yuzlari kundan kunga yana yosharib, ranglari ochirib, eski to'qimalar yig'ilmaydi. Mana bu yuzda nima deydi, xiralashganlari ketadi, juda ham chiroyli nima bo'ladi, effekt bo'ladi. Shuning uchun demak bizlar hozir ikkinchi etapni qildik. İkinci etap qildik. Hozir bizada uchinchi etap bu tonik. Tonik qo'yamiz. Tonik nima qiladi? Tonik mana hozir очищающий vositalar hammasi yuzimizni teshikchalarini ochdi. Tozaladik, oldik hamma narsasini. Endi tonik mana shu teshikchalarni yopadi-yu, da keyin mana bu teshikchalarimizni, poralarimizni yo'lini namlaydi-da, kremni joyigacha olib boradi. Chunki yuz qavatida qolsa krem ishlamaydi. Только ichkariga kirgandan keyin siz dog'ga qarshi, ajinga qarshi, quyoshdan saqlaydigan demak o'sha ta'sirlari hammasi ichkariga kirgandan keyin ishlashni boshlaydi krem. Bizani kremlarimiz nima uchun mana shunaqa birdaniga effekt beradi? Chunki bizani kremlarimiz kislorodniy kompleks bor. Novaftem va Aquaftem. Ana shu kislorodniy kompleks nima qiladi? Kislorodniy kompleks yuzimizga qo'shimcha kislorod yetkazadi. O'sha qo'shimcha kislorod demak yuzingiz nafas olishni boshlaydi, teri. Undan keyin kremlar juda zo'r ta'sir ko'rsatadi 100% ga. Tozalovchi vositalar qoldig'ini oladi, poralarni yopadi, tonik, teshikchalarni, poralarni namlaydi. Mana undan keyin уже krem ishlatamiz. Mana krem SPF 30 anti-age, ajinga qarshi. Nima uchun quyoshdan saqlaydigan krem ishlatish kerak? Aynan qoraymaslik uchun emas, krem surtib oling. Chunki vaqt o'tib ketyapti, tonikimiz quryapti. Agar masalan siz tonik qildingiz, sizni biron kim chaqirib qoldi, demak xalaqit berib, sizni tonikingiz quridi. Demak yana boshqatdan uni nima qilishimiz kerak? Yangilab turib, undan keyin mana shunday qilasiz. Yangilab turib, undan keyin yana krem surtamiz. Bu safar piling olaman. Iroda uchun piling bilan qilamiz. Yuzimizda nimalari bor, to'qimalari borda, mana shu to'qimalariga qarab turib bizlar massaj qilishimiz kerak yuzimizda. Shu kremni yaxshi pitatsiya qilgandan keyin, undan keyin siz tonalka, pudra bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Hozir ko'zlarni atrofiga ham krem surtamiz. Endi nima qiling? Ko'zlar atrofiga ozroq olamiz, krem mo'shtay. Mana shu ikkalasi ikkita ko'zimizga yetadi. Ko'zimizni atrofiga kremni bizlar ichkaridan ichkariga qarab surtamiz. Aytmasam. Mana ichkarida to'qimalar shunday joylashgan. Agar siz navorot qilsangiz, nima deydi? Ajinlaringizni cho'zasiz-da, yana ham ko'payadi. Burada ozgina massaj qilamiz yuzingizda.
oldin yuzlarimizda mumkin emas edi. Hozir mana juda ham ko'p kosmetologlar ko'rsatishyapti. Mana shunaqa massajniy liniyalar bilan mana qulog'imizni uchigacha, mana bu yergacha tortishimiz kerak yuzimizda. Aynan krem surtgan paytimiz yoki молочко bo'lgan payti yaxshilab massaj qilish kerak yuzda. Chunki o'zimiz fitnessga boramiz, hamma mishtalarimiz ishlaydi-ku, xuddi shunday yuzimizda ham mishtalar ishlash kerak. Yosharishi uchun, qon yurishi uchun. Modelimiz tayyor bo'ldi. Mana siz qarashingiz mumkin. Yuzingizda rangi yoqyaptimi sizga? Уже qancha bir martaga shuncha rezultat ko'rdingiz, birodar. Sizga katta rahmat model bo'lganingiz uchun.